Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmain. Hürmetli hanım kızlar. Allah Teala her birinin kadimiga ecir kütsün. Bugünkü dersimiz nasihat bilen terbiyeleş balalarını. Nasihat bilen terbiyeleş. Hem de terbiyelerinki nurgun usulları var. Şu usullarının birisi nasihat bilen terbiyeleş. Nasihat köngülünü yumuşturduğun, vicdanını hareketlendirdiğin, aklını qayil qiladigan ta'sirli sözler bilen muddaani qabul qildirishga tirishish deganlik hamda nasihat. Nasihatni tarbiya usuli qatorida qo'llanishdan maqsad tarbiyalanguchilarning hissiyotini uyg'otish, vijdonini harakatga selish orqali ularni qabul qiladigan holatga keltirib, ondan ularning qalbiga go'zal axloq va yaxshi odatlarni yerlashtirish hamda. Avval mesela bir dehqon bu bir yer bina termoqchi bo'lsa, ya'ni yumshtib, urug'ni qabul qilgan holatga akiplab uni urug' soldi ya, biz shunga o'xshash. Ko'nglini yumshtib, uni vijdonini uyg'otib, aqlni uyg'otib, qilib bo'lgandan keyin nasihat qilish deydi. Nasihat qilguvchi ota yoki ana yoki muallim qilgan nasihatlarda qanchalik ixloslik, qanchalik amaliyatchan va qanchalik samimiy bo'lsa, uning nasihatlari shunchalik ta'sirli, shunchalik unumli bo'ladi. Özü şunçilik, yani ixlaslik ve şu digen gibi özü amel kıldıgan aşında bolsa şunda ta'sir kıldı degan gapda. Çünkü chin yurakdan chiqqan söz cho'qim yurakka bordi va uniga ta'sir qildi. Ammo eg'izdan chiqqan söz quloqdan oshmaydi. Ba quloqdan kirib, ma quloqdan chiqdi demdi. Endi o'g'itish bilan nasihatning orasida bir farq bor. O'g'itish bilan nasihat qilish o'rtasidagi farq shuki, o'g'itish biror ishni qilishning foydali ekanligini tushuntirish bilan birga u ishni qilishga buyurish bilan cheklandi. Masalan, bunda qilsangiz abdan bo'ldi, shunday qiling deb buyuramiz. Ammo nasihat biror ishni qabul qildirish yoki biror fikrni singdirish uchun vijdonga xitob qildi. Uni vijdoniga xitob qildi. Odamning ichki dunyosiga ta'sir ko'rsatish bilan bo'ladi. Nasihatning odamning ichki dunyosiga ko'rsatgan ta'siri nihoyat cho'ng. Şu an nasihat tarbiyaning eng ta'sirli usullaridan biri. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Va zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin" deganda, vaz nasihat qilgin, chunki vaz nasihat mu'minlarga foydalidir. Vaz nasihatni qilaversa foydali qiladi. Masalan, shu juma kunlikda imomlar vaz nasihat qildi, ba'zi masjidlarda har kun vaz nasihat qildi. Vaz nasihatni qilgandan keyin intayin foydasi bor. Ani qilganda bu shu yurakka ta'sir qilgan darajada qilish kerakda. Alloh taolo Qur'oni Karimda deydi: "Va'izhum ve qul lahum fi anfusihim qawlan baligha" deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga deydi. Ularga nasihat qilgin, ularga ko'ngliga ta'sir qilgan so'zlarni qilgin deydi. Bu nasihat ta'sirli bo'lish kerak. Bunda gap qilib qo'ygan gaplarni ta'sir qilmaydi insonga masalan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yeniga bir kuni bir yosh kelibdi. Rasulullohdan "Men zina qilishni ruxsat bersizlar" deb keldi. Şuna olan bu sahabeler hayran qoladi. Rasululloh gap qilmay, hech achchiq qilmay o yigitni yeniga chaqirib akilib, uni nihoyat mehribonlik bilan sen shunda zina degan bir ishni sening onang uchun ravo ko'ramsan? Yo'q dedi. Singling uchun yaxshi ko'ramsan? Yo'q dedi. Ochang uchun yaxshi ko'ramsan? Yo'q. Hamma ochang, hamma ishqa tuqqanlaring uchun yaxshi bu shu ishni sen ravo ko'ramsan? Yo'q, ravo ko'rmayman degandan andaqda qandoq buni bu shu ishni boshqalarningki qizlari boshqalar uchun ravo ko'rasan deb buningga shunday bir ko'ksiga qo'lni tutib shunday bir duo qildiki: "Ey Alloh, buning gunohini mag'firat qilgin, qalbini pokligin, haromdan saqlagin." 3 tane duoni. Shuningdan keyin u deydi: "Hayotimning oxiri qadar bu haromga qarab boqmadim, harom to'g'risida o'ylab boqmadim" deydi. Shunchalik endi nasihat ayni kuchli nasihat qilgan. O'tganda deb berdimki, endi siliq va yumshoq bo'lish endi nasihat qilishda qattiq gap bil faqat bo'lmaydi masalan. Ulamolardan birisi islom xalifalaridan birining oldiga kelib, "Men sizga bir qo'polroq bir nasihat qilib qo'ymoqchi bo'lib keldim" deb ekan. "Qandoqchi siz menga qo'pol nasihat qilasiz? Sizdan yaxshi bir kishi mendan eski bir odamga siliq nasihat qilishga buyurilgan. Mesela Musa aleyhisselam sizden yaxshi, Firavun menden eski. Lekin Alloh taolo Musa aleyhisselamga "Va qul lahum qawlan layyina" dedi-da, uni yumshoq gap qilgan, balki vaz nasihat qilib qolar deb shunda buyurgan bo'lsa, siz men qandoq qattiq nasihat qilasiz deb ekan. Demak, shu nasihatninki siliq
yürəkə təsir qılğıcılıq buluş kerak. Bunu da faqat şu mehribonlik. Masalan biz yomon ish qilgan odamni, gunoh qilgan odamni, u odamni yomon ko'rmaymiz. U odamni qat'iy yomon ko'rish bu uning qiliqini Aşı adamni emas, o adamga tamomiy mehribonlik, qarindoshligimiz yetkazish bilan uning qiliqini yomon ko'rsa, bu qiliq yaxshi bo'lmaydi deb ikkisini ayirib olish kerak. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, bir kuni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan masjidda o'tirdik deydi. Masjidda o'tirsak, bir sahrolik bir odam kelib, masjidning bu tarafiga siydi deydi. O'chaqlarni masjidlarda bunda saltgan binosilimi yo'q. Hatto ba'zi yerda bo'rimi yo'q hamda. Ayni oddiy hamda. Qilgandan adam kelib bir tarafga shunda tarat qildi deydi-da. Qilgandan sahobalar o'sha o'rnidan qo'pib, nihoyat g'azablanib, shunda tug'a vaqtida Rasul to'xtanglar. Taratni kesayotmasin deb nima qildi? Taratni qilib bo'lgandan keyin ana odamga chiroyli akilib odamni ma mechitlar, Qur'on o'qiydigan, ibodat qilgan o'rin, tarat qilgan o'rin emas deb chiroyli tushuntirib qo'ydi ana. Bilmaydi endi odam, bilmaydi sahrodan kelgan odam endi ya yangidan musulmon bo'lgan odam. Shundan keyin odam chiqdi-da. Chiqdi bidan keyin namoz vaqti bo'ldi. Namoz vaqti bo'lgandan keyin namozga kelib Rasulullohning orqasida turib namoz o'qiydi. Rasululloh Semi Allohu liman hamida deganda bu odam Rabbana ve lekel hamd deb, ey Allah bana ve Muhammed'ga rahim qilgin, boshqa hech kimga rahim qilmagin deb duo qildi. Shunda degan namozdan keyin Rasululloh nimadan qasingni ashunda duo qilgan degan men deb o'tirib chiqqan ekan. Allohning keng rahmatini keng siz taraytib olmang deydi. Demak, odamning qalbiga shunda ta'sir qildiki, Rasululloh mushu mechitning ishida meni tushunadigan bir Rasululloh bor ekan, shunda mehribon zotgan, Alloh shu kishiga rahim qilsin deb duo qilgan ekan hamda odamniki. Demak, shu Rasulullohning chiroyli nasihatidan ta'sirlanganlikda Muaviya ibn Hakam radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, bir kuni payg'ambar alayhisalom bilan namoz o'qiyotdim deydi. Jamoatlardan biri tushkurdi. Tushkurgandan keyin birisi namozda turib, "Yarhamakalloh" dedi. "Yarhamakalloh" degandan keyin endi o chaqda boshqa jamoatlar bunda bir ho'mayab qarabdan odam yangidan namoz o'qishni o'rgangan odamlar bo'lgandan keyin yangi qarashning durust emasligini o'qib bo'lmaydi. Bo'lmay qolgan nim bulashdinglar, hammanglar menga qaraysizlar deb namozni yana gap qilinglar. Nim bo'ldinglar, hammanglar menga qaraysizlar degandan keyin jamoat hamda uniga gap qilmay va tizlarga pak urib bunda namozni biz degan ishorat qilibdi-da. Bo'lgandan keyin namozni o'qib bo'lgandan keyin Rasululloh uningga boshqa gap qilma, achchiqlanma, hech kim demay namozda tasbih, takbir va qiroatdan boshqa gap qilishga bo'lmaydi deydi u odam. Shunda ta'sirlanib ketdi-da. Endi qoyil qilish bilan tarbiyalash ikkinchisi. Birinchisi yumshoqlik bilan dedik-ma, shunda ikkinchisi qoyil qilish bilan tarbiyalash. Qoyil qilish bilan tarbiyalash deganimiz endi bu tarbiyalanguchilar bizga qoyil bo'lmasa, u bizning tarbiyamizni qabul qilmaydi. Ya'ni qabul qilganda qilgan bilan u yuragiga singmaydi. Endi biz deymiz, hozirgi zamonda mushu bolalarimiz gap anglamaydi deymiz. Gap anglamaydi degan gapni hammadan %99% dan bolam gap anglamaydi. Ammo biz bolalarimizning gapini bir qatim anglab baqdikmi? Hech kim buni o'ylamaydi. Tutib bilish, purab bilish, anglab bilish, ko'rib bilish, tetib bilish deb 5 sezgir a'zo ya. Mush a'zoning ichidagi mush quloq inson tug'ilishdan burun bu quloq ishlashga boshlaydi, anglashga boshlaydi. Masalan, bola ananing qo'shiqi chaqda u anglaydi ekan. Masalan, bir bola anasi eg'irayoq chaqda bu eg'irayoq ayol hamisha ayda Qur'on tinglab, ayda chiroyli qiroatlarni tinglab ashunda qilsa, u bola tug'ilib aqliga kelib, shu Qur'on tinglgandan keyin hamma buni bu yerda tinglgandim-ku. Chunki meningizki elni davcha burun tinglgandim-ku buni deb shu isiga keladi ekan. Demak, quloq inson tug'ilishdan burun ishlashga boshlaydi ve insan ölgenliği gibi işleydi. Kulak, anlaş. Ölgenliği gibi işleydi. Şu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis var ya. Mazaveştin kayıtkan çağdı. Size küme yapıp kayıtkanda meyt kişilerin ketkenliğin ayağı tivişini anlap durdu deydi. Demek anlaydı. Akşamı uxlagan çağda en ahiri işten şutkan əza kulak. Şuna şu qattiq müşda ovoz jiq, shovqinliq, shunda yerda adam uxlayolmaydi nimishqa. Butun a'zolar damagan bo'lsa, quloq damamagan ekan. Shunda bo'ldi. Shuna quloq shunchalik bak muhimki, bu yerda anglash endi masalan bunda men bu yerga tok bunda ursam, o'ltirganni hammaylar anglaysizlar.
Anlaysizlar. Ondan keyin buni qattiq yana shunday uraversam, birisi qo'pab, sizlar bu yerda deyanmasanglar, masalan, uyda masalan bolalarni qashtamida bolalarni tok 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 deb ursa, birinchi qatim gap qilmay, ikkinchi qatim gap qilmay, dada nima bo'ldi, nima ish qanday qilsa deydi. Bu nima ish qanday qilsa degani shu ko'ngil bilgini anınğa. Biri bir anglashpa, anglab qalamiz, ixtiyorsiz anglab qalamiz. Biri quloq selish bor, quloq selish. Quloq solki, ha nima ish qilyapti bu deydi. Shu masalan, biz bolalarni biz gap anglamaydi, quloq solmaydi deymiz masalan. Bolalarni quloq solmaydi deymiz. Ammo shu bolalarga biz quloq soldikmi? Masalan 9 yoshdan 16 yoshgacha bolalar o'zining mustaqilligini istaydigan gapgancha, shu chaqda xuddi shu qizlarmi xuddi o'zining onadak bo'g'iz kelib, o'g'illarni dadadak bo'g'iz kelib, o'zi bir mustaqillikni istaydigan bir vaqt hamda u chaqda ularning bunday dardlari va sirdoshqisi va biz shular bilan sirdashmay ularninki bunday gapini anglab bermay, dardini anglab bermay, doim o'zimninkiga qabul qildirman, o'zimninkiga qabul qildirman deb turganda bu bola zirkib bizdan boshqa gapini anglab bergan do'stlarini topadi. Do'stlar qanday qildi? Buning dardini anglaydi. Dardini anglaydi. Umuman mushu yoshda bo'lgandan keyin, uning shunda dardi bo'lgandan keyin buni nay tushunadi buni. Shunda yaxshi tushungandan keyin nima deydi? Ota-onam hech kim tushunmaydigan, bu do'stlarim tushunadi. Agar do'stlari yaxshi, Allohdan qo'rqadigan, yaxshi bola bo'lsa, yaxshi bo'ldi. Agar u bola yomon bola bo'lsa, cemiyetning daşqalları olsa, bunu azdırıp ketiştiğinde %100 azdırıp ketdi. Şuna balla kulak salmadı deyişten burun, biz ballaga qanchalik kulak saldık. Çoğun kızım küçük vaxtıda bu İngiliz mektepte okuydu, Arapça qo'shim chitdi, Arapça kitabını akilib, grammatikini akilib, ben bir de binasi yazıvarsam, kompüterning yanında otursam. Dadam bana tushundirib qo'y desa, u chaqda nayt xo'shyoq bo'lgandek ish qilib, buna bir tushundirib qo'yib, qutulishning yo'liga kirib, anda tushundirib qo'yatdimcha. Qilgandan keyin shuning bilan u o'zining tirishchanlik bilan bir qanday qilib ayda imtihonni o'tab ayda qilib ketadi. Endi hozir o'ylasam, hozir shu bolalarni, hozir shu mening qashimga kelsa tushuntirib qo'ysam bo'ldi desam, hozir mening qashimga bir o'gitib qo'y desam, mendan bak biladi u bolalar. Hozir shaksizki, hech shaklanmanglarki, hozirgi bolalar sizdan bak bildi. Bolalar jiq narsani bildi. Biz hozir bolalarga o'gitish emas, bolalarni o'ginimiz. Texnikadan tortib nurg'un narsani bolalarni o'ginimiz hozir. Mushunda bir vaqtda biz bu bolalarni tushunish kerak. Uni qaysi saviyada, biz qaysi zamonda, hech qanday zamonda ota-onalardan bolalar bilimlik bo'lib boqmagan burun, bo'lib boqmagan. Mushu zamonda, mushu texnik zamonda, mushu texnologiya zamonida hozir bolalar ota-onalardan bek biladi hamma narsa. Sizlar masalan tafsir bo'lsin, hadis bo'lsin, fiqh bo'lsin, tarix bo'lsin, qanday binasini bolalar agar sizlarning binasi so'sa, to'g'risini bilsak, mushu to'g'ri deb berishimiz kerak. Agar to'g'risini bilsak, to'xta, men bu so'rab, aniqlab javob beray deyish kerak. Chunki biz xato ma'lumot berib qo'ysak, u bolalar buni hozir Google'dan so'radi. Google mi endi qolsin hozir sun'iy aql paydo bo'ldi. Sun'iy aql deganki sizlar binas yozib bering. Menga islom aqidasi to'g'risida binas yozib bering desa, shunday mukammal narsa yozib turdi. Hadisning ahamiyati to'g'risida binas yozib bering desa, mukammal binas yozib turdi. Bir hadisning sharhisini yozib bering desa, yozib turdi. Bir oyatning tafsirini yozib bering desa, yozib turdi. Hozirgi olimlardan bu mukammal shaklda yozib turdi. Yozib bergan o to'g'risini topa oladi. Qarab, ha ota-onam dadam xatolashibdi, xato bilmaydigan bu deydi. O'zini ko'zdan chiqib ketimiz bolaning. Uning gap binasini to'g'ri gapini desakmi, shaklanib qoldi bolalar. Shu bolalarga ma'lumot berishda binasi bilsak, berish kerak. Bilmasak, to'xta, men so'rayman. Sen aldırmağı ben so'rab javob beray deb, mukammal abdan so'rab o'zimiz qanoatlanib javob berish kerak. Bolalarga aldirab javob bermaslik kerak. Bolalarni to'g'ri tushunish kerak. Bolalarningki o'limi bizga o'xshash bir inson. Har qancha kichik bo'lsin, mayli 7-8 yoshlik bola bo'lsin, mayli cho'ng bo'lsin, uni haliqa bunda bola demay bir greydan. Çünkü onun ayrım greydanlık var o. Chet elga chiqsa ayrım pasportu var, onunki kimligi var, ayrım bir greydan. Ama bizning ko'zimizda kichik, ko'zimizni kichik ko'rmaslik kerak, yo'g'on ko'rish kerak. Nimishqa biz o'ylamaganni uni o'ylaydi. Bir ish qilganlar masalan, yo'l mangan chaqda bo'lsin, namoz o'qiganda bo'lsin, Qur'on o'qiganda bo'lsin, qanday bir ishda mushu bolalarim mendan ulgi elyotdi-ku, eng mukammal tarafimni olsin deb eng yaxshi qilishga tirishimiz. Ammo boshqa odamning oldida bir ishni maqatim bir yaxshiroq qilayman, abi ko'rsin desak riyo bo'lishini ammo bolalarni tarbiyalash uchun bir muallim, bir ana, bir ota bolani tarbiyalash uchun mendan go'zallikni olsin deb qanchalik ko'z tutib qilsak riyo bo'lmaydi ma'vu. Unutib qolmayman, riyo emas ma'vu. Masalan, odatda namozni sal tezroq o'qigan bo'lsak, bolalarimiz bilan o'qiganda
aldırmay o'qib, qiroatni nihoyat yaxshi qilib, namozdan keyin duoni nihoyat yaxshi qilib, namoz degan meni shunday bo'ldi deganni bildirib, ayda qilishimiz kerak. Hatto yo'l mangan chaqdimi hamda yo'l mangan chaqda bizniki achchig'imizni keltirgan ayda nima qilsimi, bolalarning oldida axloqimizni ko'rsatish uchun, güzel axloqimizni, eg'ir besiqligimizni ko'rsatish uchun o'zimizni tutib olib muomala qilishimiz kerak. Masalan, men Türk muallimlar bilan muallimlik qilayotgan chaqda bizning mudirimning mashinasida bir kuni ketib boratdik. Balasima 5-6 yoshlik balasi mashinada bilib batdi. Bu bala ashno mashinada o'tirib meva yedi. Meva yeb bo'lgandan keyin dadasi paketga sag'in dedi, saldi. Sag'andan keyin bidamdan keyin bala derizini ochib yo'lga tashlamoqchi bo'ldi. "Yo'q, nima ish qilyapsan? To'xta" dedi. Men bu uçaqda 30 yıl burunqi işlemdi bu uçaqda. Bizning aqlimizni shu tamam yegandan keyin yo'lda ketib qolgandan keyin derizini ochib paket tashlasa bo'ldi deb o'ylaydi men bu uçaqda. Tashlama dedi, tashlama. Alaydi bir yerga berib, ashunda bir axlat ba yerga berib, endi tashlag'in deb tashladi-da. Uçaqda o'yladimki, bu ahmoqlik qildi bu odam. Tashlasa bo'lmamdi uni. Bakal vaqtimizni isrof qilib, iyalik berib yurdi dedim. Keyin hozir o'ylasam, u odamning qilg'ini haqiqatan qimmatli ishkan. Mayli vaqtin kessin. Jabatassan tatqin ay ballarga to'g'ri bir davranishni o'rgatib qo'yish degan ajoyib cho'ng bir mukofot hamda aningga. Ya'ni bu mayli kichik bo'lsin, mayli cho'ng bo'lsin, qanday bir ish bo'lsa, mush bolalarga ulgu ko'rsatish. Dadam shunday qiladi, anam shunday qiladi deydi keyin bolalar. Anam shunday, ay yomon ishnimi? Dadam shunday qiladi, anam shunday qiladi. Yolg'on aytib qolsin bu yerda, dadam yolg'on aytadi ras. Dadamning bolasi men deb qo'ydimdi. Agar qat'iy ota-onasini yolg'onni aytib ko'rmagan bola bo'lsa, ota-onam yolg'on aytmaydi, men qanday odam bo'lib qoldim men deb o'zining vijdonidan o'zi so'ralaydi. Vijdoni bilan hisoblashga kuchli fursat berishimiz kerak hamda. Balla bilan suhbatni jiq elib berish kerakda, ziriktirmaydigan shaklda. Bizning suhbatimiz qanday oldu? Balam anda qilma, anda qilsa gunoh oldu. Bunda qilsa do'zaxga ketdi. Bunda qilsa jannatga kirdi. Balam anda qilsa bo'lmaydi, bunda qilsa bo'lmaydi. O gaplarni hozir anda o shaklda emas. O shaklda. O bola biladi uni. Qanday ishning to'g'riligini, qanday ishning xatoligini bildi. Biz faqat suhbatlashib, bolalarning qalbiga kirish. Bizga muallimlikka boshlagan chaqda bizga uyga tutgan narsalar deydi. Sizlar bolalarga bilim berishdan burun, sizlar bolalarning qalbiga yuriga kiringlar. Bola sizni yaxshi ko'rsa, sizning har bir degan gapingni qildi. Agar bola sizni yaxshi ko'rmasa, har qancha oltindek gap qilib bersangiz, bola uni qabul qilmaydi degan. Maktabdami shunday, uydami shunday. Shunga bolalarga qabul qilish uchun bolalarga ko'p nasihatni qilib ketmaslik kerak. O nasihatni jiqilganning o'rnida amaliyotimizni ko'rsatib berish kerak. Misollar bilan ko'rsatib berish kerak bolalarga. O nasihatni qilaverib, unda qilsang bo'lmaydi, bunda qilsang bo'lmaydi degandan keyin bolalar bilan dadam paranglashayli balam kichkina o'tiradi. Yana shu nasihat qildi menga. Onasi kelib, "Qiling qizim birdan paranglashib o'tiradi." Yana shu nasihat qildi. Unda qilma, bunda qilma deydi. U bolalar zerikib ketadi. Anda demak, unda nasihat, unda gapni demay turib, aşı chiroyli paranglashib o'tirib, aqlli ota-ona aşı paranglashish orqali ashning ichida bolaga demoqchi bo'lganini singdiradi. Masalan, ba'zi bir qissalar bilan singdiradi. Anda bo'libdi ekan, bunda bo'libdi ekan deb haliqi qizim sizga so'zlay, kelinim anglasin deyotgan gap ya bizda. Ashundoq aqlli bilan aynan nima qilg'il bo'ldi bu ishni. Faqat ashu biz bunda yaxshi ishlarni, yaxshi muhim ishlarni takrorlatish bilan buni qalbiga singdirgil bo'lgan. Olimlardan birisi deydi, dadam doim menga namoz muhim deb doim bakat olsamma qulqamga kelib namoz muhim deb qo'yadi deydi. Ertasi yana har bir uchrashganda namoz muhim deydi. Shu chog'dan tortib 82 yoshga keldim deydi odam, olim. 82 yoshgacha qulqamda shunda modak turadi deydi. Ba'zi gaplarni shu muhim gaplarni, masalan bir vaqtga rioya qilmaydigan bola bo'lsa, vaqt oltindan qimmat balam. 5-6 qatim deb qo'ysang, Onundaki yana bir qanday bir munosabat vaqt oltindan qimmat deganga bu dadam bu gapni deyir saranglab qoldimi bu deydi daslabda deplab baqag'i demaydi rasmona baqag'i demaydi qanda deb unda o'ylaydi shu gapni bir qatim o'ylamasa ikki qatim o'ylaydi uchinchi qatim o'ylamasa to'rtinchi qatim o'ylaydi aynan muhim gapni qo'polmaydigan namoz qo'polmaydigan bolaga shu namoz bak muhim balam namoz bak endi hozirgi zamonda
Ettigen namaz bamdatqa ballarını turg'uzolmaydigan oila naydichiq hamma oilada shu bor. Lekin Allohga shukr hamda ash ballar namozga bamdatqa jamoatga chiqqan bo'lsa-mu, kun chiqib bo'g'ich qo'pab shu namozni o'qib olsa, alhamdulillah Allohga shukr deymiz hamda. Talabni yuqori qo'yishimiz kerak. Lekin ballarning sharoitiga qarab, agar og'amchilik bakroq uzilib ketadigan ish bo'lib qolsa, uni uzmay, ashada siliq ayda qilamiz hamda. Agar talabga loyiq ayda qila oladigan bunda jasoratli bunda bola bo'lsa, talabni yuqoriroq qo'yamiz. Ammo hamma bolaga o'xshash talabni qo'ymaymiz. Bir bal 5 balimiz bo'lsa, 5 balni o'xshash talab qo'yib olmaydi. Ba'zi ballarni ashi og'amchilik tatmanda uzvatganda ulug'ul olmay qolib qolgan masalacha u. Shunga ashu talabni intan yuqori qo'yatmay, ish qilib balla yomon yo'lga kirib ketmasa, namozlarini joyida o'qisa, ibodatlarini joyida qilsa, abi kunda o'qib bir 5 soat bo'lsin Qur'on o'qib qo'ysa, biz uchun ash ballalarimiz avliyo mening balam desak bo'ldi. Uni nat o'rtiq narsani bekchiq talab qilib, asta talab qilib, lekin binasini bek yuklayotmay, nima ish qilsa, ota-onadan qochib qoldi. Ota-onadan qochib, rahat o'rinni tep qoldi. Masalan, rahat. Ağinleri rahat onunla. Çünkü ağinleri nasihat kılmaydı, ağinleri bir iş buyurmaydı, ağinleri onu tılmaydı, açıklamaydı. Anda oğlan ki ağinedin mi, dosturdun mu, yaxşı adam bağma. Dostlarına kaç gitti. O dostları yaxşı dostu olsa, neydi yaxşı? Eğer yaman dostu olap kalsa, bizden qarab turib, bizdenki nimimizden çıktı o balı, kontrolümüzden çıktı da. Şuna muşda işleğe neydi pek raya kılış gereken. Yani biri ballağını üzerinin kerindaşlarının aldı da. Meyli tuqqanlarning oldida bir xatolikni yuziga solmaslik kerak. Qanday bola bo'lsa, meyli kichik bola 5-6 yoshlik bola bo'lsin, har qanday bir bolaning g'ururi bo'ldi. U bola qarindoshlarining oldida, ota-onasining, do'stlarining oldida, hatto tuqqanlarining oldida hiliqi tushirilishni yaxshi ko'rmaydi ular. Bizga o'xshash bir adam dedik ya, anda o'g'anki shunga bolalarni yuzga solmaslik xatolikni. Agar shuncha bir xatolik o'tkazgan bo'lsa, gap yolg'iz o'yga kelib, yolg'iz suhbatlashish bo'ldi. Bolam bunda bo'libdi, ma ishing xato deb bunda. Agar endi cho'ng xatolik o'tkazgan taqdirda bu tayoq bilan, achchiqlash bilan, tillash bilan masala hal bo'lmaydi. Qat'iy masala olmaydi. Lekin aşağıdaki şu vaqtidagi vaziyatni to'xtatqili bo'ldi. Ammo masala hal bo'lmaydi. Kasalninki yarining ustiga bir narsa yeb qo'ysang, ko'rinmaganga o'xshashlar. Ammo ichida yari bor. Uni hal qilishda siliqlikdan boshqa hech qanday narsa qog'i kelmayotgan bu ishga. Shunga bolalarga o'zimiz igi bo'lish uchun bolalarni qat'iy boshqalarga selishtirmaslik kerakda. Men ikkidan farq bor hamda. Masalan, Palanınki balası sana o'xshash o'qiydi, o takdir etdi, sen takdir alanmapsan maktabda. Yoki anda olapdı, bunda olapdı, sen ashunga o'xshash adam emasmi, unda desa, ballag'i nat bek ig'ir keldan. Biz bu shu Muşundaq seliştirishni o'zimizga qarab baqayla masalan, o'zimizga qarab baqayla. Bir ayolini boshqalarga selishtirib, boshqalarning ayoli anda yaxshi tamoq etgan, sen yaxshi etenmaysigan desa, biz qancha qabulab ketamiz. Uningki masalan bir erni ayoli boshqalarning eri ayolga yordamlashgan, uni qilishgan, buni qilgan, anda qilmaysiz, qancha achchig'i keldi. Biz uni bilamiz. U balning shunday achchig'i keldi. Balimiz bizga o'xshash insonda, unimi boshqa selishtirmaslik kerak. Endi seliştiriş bilan ölgü ko'rsatishning yo'li ayrim hamda. Ölgü ko'rsatish degan hamda palani balla bunda yuqori ayda numara epti, bunda o'qibdi. Sen bu ayda tirishsang, ashni qilib qolmaysan sen oldin. Ularni aqllisan. Sharoiting undan yaxshi ayda qilg'il bo'ldi degan bunda. Chiroyli siliq nima bilan yana maqsadni o'qitib anda palonning ballar adamken sen adam emas deganga o'xshash amanda nima? Ballar nayt eg'ir kelgandikin u ballar oqisga ketadigan bu ishlardacha gap so'zga nayt bak diqqat qilish, ulgu ko'rsatishim nayt o'ylab bosh ballar bilan birga ish qilganda qanday bir ish qilganda mush ishdan balam o'lga olsin deb ash ishni eng mukammal shaklda xuddi riyo qilganda, ko'rsatganda ashda qilamiz, u riyo bo'lmaydi balaga tarbiyalash uchun anda qilgan ishimizcha. Shunga shu balalarning ishiga kelganda nat aqlliq bilan, ig'ir besiqlik bilan o'zimizni tutib olib, achchig'imiz kelganda to'xtab necha o'ylab, bunda qilsam qanday bo'lar deb eng munosib yo'lni tutib anda qilmasak, buzayotgan ishni o'ngshi olmaydi. Masalan, sinib ketgan qachina qancha qo'ysima asli kelmaganga o'xshash ayda bir ishcha. Shunga balalarga o'lgu bo'lishda ota-onalarni
o'zi bek tirishchanlik ko'rsatish kerak. Mayli ibodatlarda bo'lsin, mayli muomalada bo'lsin, mayli gap so'zda bo'lsin, mayli qo'shnilarninki nimasida bo'lsin masalan. Endi hozir jamiyatda bolalarninki shu Uyg'urlar ish qilsa yaxshi ish qilmaydi. Uyg'ur yunavallar pulni jiqaladi, ammo yaxshi ish qilmaydi degan gapni ota-ona uyda bolalar bilan ayna deyishgan ekan. Bu bolalarning quliqiga singib, bu bolalarmi yo'q buni shu Uyg'urlar qildirmaslik kerak deyotgan nima naydi bek jiqkan. Bu jiq nereden anıldık biz. Bu naydi bir xatarlik bir ahvalda. Bu ikki taraf insof qilish kerak. Biri ma ish qilganlarmi bilmaydigan ishni men bilmayman deyish kerak. Endi bu yerda vatandan chiqqan qarindoshlarimiz nurg'unisi bunda men qilib qolayman deb chiqmagan hamda bir ishlar bilan chiqib qolib sirtda qilib qolib jon beqish tasir bo'lgandan bir hunarlarni o'rganib oshpaz bo'lmasmi oshpazlikni o'rganib PCBni o'rganib bir qanday jinni beqib ketyapti professional asli u hunarvan bo'lmagandan ba'zi ishlarni joyida qilmaslik mumkin. Shunda bo'lsa-mu qilman deb yurgandigan mumkin qadar o'zimizning millatiga qildirali bir ish qilsaqsa, o'zimizning qarindoshlariga qildirali, mayli bir 2-10 tinni jiq olsin o'zimizga qildirayli. Ikkinchi ashi ish qilgan qarindoshlarni insof qilib, bunda men millatim deb bunda qilgandikan ko'ngil bilib, biladigan ishni men bilaman. Bilmaydigan ishni men bilmayman desa bo'ldi endi. Bilmayman desa bo'ldi. Biladigan ishni bilman deb qilsa bo'ldi. Bilmaydigan ishni men bilman deb kishilarning ishini buzib qo'ysa bo'lmaydi endi. Shu har ikki taraf insof qilib, olim insof qilib, bizlarni o'zimizning millatiga istoshlik qilib, uyning ishida bolalarga Uyg'urlar yaxshi qilmaydi. Uyg'urlar andaga emas, bundaga emas, o'zimizning millatini sukadigan, o'zimizning millatini yomon ko'rsatgan, hatto palonni qo'shni andaga yaxshi emas, palon tuqqan anda dinda g'ayvatni bolalarning quliqida qat'iy qilmaslik kerak. Nimishqa bolalarga noyatbek ta'sir qildi. U bolalar ulug'i o'chilab cho'ng bo'ldi. Ulug'i o'chilab cho'ng bo'lish haqqi yo'q ularningki. O'ziga askil qilgan bo'lsa o'chib oldi, lekin u quloqni anglabla andag'mish, mundag'mish deb cho'ng bo'ldi. Bolalar nimishqa? Bolalar ota-onasining ko'piysa, ota-onasi nima qilsa shuni. Shunga shu amal ibodatlarda, gap so'zlarda, oiladagi muomalada hamma ishda gapga bek diqqat qilish kerak. Shundan diqqat qilmaganda bizdan bir xato o'rnakni olib qilib bu bolalar shu o'rnak bo'yicha hayotning oxirigacha ketib qolishi mumkin. Dadamdan shuni anglagan, anamdan shunday anglagan deb ayda ketgan odamlar bor. Masalan, ba'zi odamlar bor, kitob o'qib, tarbiya olib o'zgarmaydigan odamlar. Ota-onasi nimani olgan bo'lsa, shu bo'yicha ketgan odamlar bor. Biz unga nati yomon bir narsani qilib qo'ygan bo'lamiz o'chog'cha. Shunga biz mushu har bir ishni dunyolik ish bo'lsin, mayli oxiratlik ish bo'lsin, mushu bolalarim mendan o'lgelib yaxshi qiladigo degan niyat bilan ashuni mukammal qilsak, cho'qim ibodatning savobini topamiz. Chunki biz ayar ishimiz orqali bir ishni qilish, bir bolalarimizni shu orqali tarbiyalamoqchi. Alloh taolo bizning shu yaxshi niyatimizga ibodatning savobini berdi. Ibodat degan Alloh yaxshi ko'radigan va Alloh rozi bo'ladigan ish. Allah yaxshi ko'rgan, Alloh rozi bo'ladigan ishni biz shu samimiyat bilan qilsak, ibodat qatoriga kirdi. Alloh taolo hammamizningki farzandlarini Allohga bog'langan, vatanga bog'langan, o'ziga xo'ja bo'lib yashaydigan, boshqalarga yordam qiladigan, manfaatli, solih farzandlardan qilsin. Amin.